Vitichkasiz trapetsiya ko'ylak bichishni o'rganamiz. Asos andazamizni birinchi modellashtiramiz. Bu orqasi, bu oldi. Oldi qismida mana bu vitichkani yopib olamiz. Buni yopish uchun bel vitichkasini ochamiz. Mana ko'krak vitichkasini yopdik, bel vitichkani ochdik. Bu oldi qismi. Orqa qismini yon tomondan kengaytiramiz. Endi buni matoga joylashtiramiz. Andazalarni joylashtirib olamiz. Hop, bo'yini uzunligini 65 qilamiz. 65 santimetr. Mana bu masofani o'lchaymiz. Oldini biz qancha trapetsiya qilyapmiz? Kenglikda 37 santimetr ekan. Orqani ham shuni o'lchaymiz. 37 santimetr mana. Endi yon tomondan buni tutashtiramiz. 2 santimetr yoniga qo'shamiz. Zapas chok haqqi va 37 bilan tutashtiramiz. Qolgan joyini andaza bilan bir xil qilib chizib olamiz. Chok haqlari qo'yib, qo'ltiq ostiga 0,7 mm 1 santimetrgacha chok haqqi qo'yamiz. Yelkaga 1 santimetr qo'yamiz. Bo'yinga ham 0,7 qo'yamiz. Bu kromkani kesib tashlaymiz. Endi oldini chizib olamiz. Yelkaga 1 santimetr, qo'ltiq tagiga 0,7, yoniga 2 santimetr. Va buni bo'yini ham 65 o'lchaymiz. Va shu andazamizdan 4 santimetr uzun ekan. Shu to'rni belgilab chiqamiz. Andazadan tashqari 4 santimetr. Endi mana bu masofani o'lchaymiz. Yon tomonimiz 40 santimetr ekan. Orqani ham o'sha yon tomonini 40 qilib olamiz. Mana 40. Va shu 40 ni mana to o'sha o'rta qismiga borguncha yo'qotib yuboramiz silliq. Endi kesib olamiz. Kromkani ham kesib tashlaymiz. Oldini o'yindisini kichkinaroq qilamiz. Beliga ozgina figura beraman. Trapetsiyamiz yana ham chiroyli chiqadi. Mana oldi va orqani bichib oldik. Endi volanini bichamiz. Pasti volanli bo'ladi. Tekislab olaylik birinchi. Mana volanni ham bichib oldik. Bunaqa zborkada bo'ladi bu. Mana vitichkasiz trapetsiya ko'ylagimizni modellashtirdik. Siz ham o'zingiz mustaqil ravishda shunaqa chiroyli ko'ylaklarni bichmoqchi bo'lsangiz, menda asos andaza darsligi bor. Agar qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus qoldiring. Buni esa tikuv texnologiyasini keyingi darsda ko'rib chiqamiz.